Assalomu alaykum, hurmatli brifingimiz ishtirokchilari. Yangiyer shahar hokimligi, hududiy davlat idoralari va tashkilotlarida 4-chorak yakunlari bo'yicha jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash holati haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Yangiyer shahar hokimligiga 4-chorak yakuni bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual va xalq qabulxonalari orqali jami 504 ta murojaat kelib tushgan. Tahlil natijasida jami kelib tushgan 504 ta murojaatlarning 405 tasi, ya'ni 80% ijobiy hal etilgan bo'lsa, 34 tasi yoki 6,7% huquqiy va ma'lumot berish bilan yopilgan va 60 tasi 11,9% tushuntirish berilib, 5 tasi o'rganish jarayonida murojaatlar hisoblanadi. Mazkur murojaatlarni sohalar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, elektrlashtirish va gazlashtirish masalasida 35 ta, sog'liqni saqlash sohasida 27 ta, xususiy uy-joy va yer masalalari bo'yicha 20 ta. Ushbu murojaatlarning mahallalar kesimida quyidagicha taqsimlangan. Temurmalik mahallasida 43 ta, Davlatobod mahallasida 42 ta, Navruzobod mahallasida 41 tani va Jomiy mahallasida 40 ta murojaatni tashkil etadi. Shuningdek, joriy yilning 4-chorak yakuniga qadar shahar hokimligiga kelib tushgan jami yozma, og'zaki va elektron murojaatlarning soni 504 ta. O'tgan yilning mos davriga nisbatan bu ko'rsatkich 677 tani tashkil qilib, o'tgan yilga mos ravishda murojaatlar soni 25.5% ga kamaygan. Shundan yozma murojaatlar 106 ta, og'zaki murojaatlar, shaxsiy qabullar, sayyor qabullar, mas'ul xodimlar qabuli va ishonch telefon orqali 166 tani tashkil qilgan. O'tgan yilning mos davriga nisbatan 36% kamaygan. Elektron murojaatlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual va xalq qabulxonalari orqali 218 ta. Joriy o'tgan yilning mos davriga nisbatan bu 30% kamaygan bu ko'rsatkich ham. Eng ko'p murojaat kelib tushgan sohalar tahlil qilinganda elektrlashtirish va gazlashtirish 35 tani, sog'liqni saqlash 27 tani, xususiy uy-joy yer masalasida 27 tani tashkil qiladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.